qildim qaranglar. Mana mana shu ahvolda ishlatishga to'g'ri kelib qoldi. O'zim marketda savdo qilsam ham, lekin o'zimning sodiq klientlaridanman. Mana mana shu legendarniy atir Blikdan Pontujur. Menda eskisi qolgandi, o'sha idishida tugib o'sha sevimli va hidi stoyga turadigan Blikdan Pontujur. O'zini konversiyasi bor. Originalda shunaqa chiqadi. Decato'dan sprey, bu rossiyskiy firma. Ko'pchilik o'sha bu haqida eshitgan. Bemalol sepib sochlarni sozlaydi. Ancha kuyishini kamaytiradi. 17 tasi birda ishlatib ko'ringlar. Qish keldi, tirnoqlarim yomib ketishga boshladi. Hammasi olib bemalol xuddi o'xshab tirnoqlarni kerakli joylariga sursanglar bo'ladi. Agar podvodkani yaxshi bilmasanglar yoki endi o'rganayotgan bo'lsanglar, mana mash podvodkani maslahat beraman. Yanida ham ancha stoyki bo'lib turadi. Oxirgi kuni shu ahvolga olib keltirdim, yetib bermadi. O'zim yaxshi ko'rgan tonalkam, Mishan tonalkasida yana oldim. Bu o'zimda bor. Original yozuvi boridan olinglar. Hozir mana shunday qo'yib beraman. Mana yengisi, endi bemalol maza qilib ishlataman. Mana shu narsani men Instagramda, Reels'larda ko'rib qoluvdim. Jadaganda mana shunaqa idishchaga har xil afsiyanli jera qilgan kashalarni kechqurun tayyorlab qo'yib, ertalab zavtrabga yesa bo'lar ekan. Buni qanday asalligini agar o'zimdan qilgan shunaqa raspakovkam sizlarga yoqqan bo'lsa, like qoldirib ketinglar. Keyingi raspakovkalarni ham mendan kutib qolinglar.